Bugun Pepsi bilan eng kreativ rasmga tushgan odamlarga Pepsi Fergana tomonidan ajoyib sovg'alarimiz bor. 5 minut vaqtlarini olsak bo'ladimi? Biz Pepsi Ferganadanmiz. Pepsi bilan kreativ rasmga tushib kelsangiz, Pepsi Fergana tomonidan sirli sovg'amiz bor. Qatnashib ko'rasizmi? 5 minut beramiz. Xohlagan joyingizdan Pepsi bilan kreativ rasmga tushib kelsangiz bo'ldi. 4:34 dan boshlandi. Sizlar bilan 4:39 da ko'rishamiz. 4:40 bo'libdi. 4:45 da siz bilan ko'rishamiz. 4:57 da siz bizga chetdan Pepsini topasiz. O'zingiz borib topib, maksimum 15 gacha kutamiz. 4:39 da ko'rishamiz. Vaqtdan 2 minut oldin kelishdi. Rasmni ko'rishlaring mumkin. 4:44 da vaqtdan 1 minut oldin yetib kelishdi. Birinchi etapda ko'rsalang. Rasmlar shunaqa. 1 daqiqa qolganda 5 dan 9 minut o'tganda yetib keldilar. Rasmga tushib kelishdi. Nima uchun bunaqa rasmga tushishni tanlading? Kreativ deganimizda. Hayolimizga kelmasdi. Biz shuni tushundik. Yana Pepsi'ni reklama qilyapmiz biz. Bizni ko'rishdi. Aytmoqchimanki, o'sha biologiya 9-da qarang, ichi hazm bo'lish narsalarni aytib beradi. O'sha Pepsi oshdan keyin siz osh zo'r hazm qiladi-da. O'zim experience aytib kelyapman. O'sha Pepsi nomer eding. Baykod. Bugungi mana stilimga to'g'ri bo'lsin deb shuni rasmga tushdim, kreativ bo'lsin. Hayolimga kelib qoldi-da. Qiziqarli chiqadi. Ochko'z deydi bildiradi. To'g'risi men ochko'zmasman. Fergana tomonidan sizlarga sovg'amiz. Sizga sirli sovg'amiz. Sovg'amiz bor. Voy, rahmat. Menimcha hammasi biz kutgandan ham a'lo darajada o'tdi. To'g'rilar rasmdan eng kreativini kommentariyada belgilab keting. Pepsi Fergana sizlar bilan.